Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 3-chi darsimiz. Biz oldingi darslarga to uppercase va to lowercase metodlarini ko'rib o'tgandik. Bugungi navbat trim metodiga. Trim metodi o'zi nima? Trim metodi stringning boshi va oxiridagi ortiqcha bo'shliqlarni olib tashlaydi. Matnning o'rtasidagi joyga ta'sir qilmaydi. Ya'ni misol uchun bizga oddiy text degan string bor. Uning boshida va oxirida, ya'ni bo'sh probel tashlab ketilgan, o'rtasida ham bor. Lekin bu o'rtasidagi probellarni olib tashlamaydi. Faqat boshi va oxiridagilarni olib tashlaydi. Asl stringni o'zgartirmaydi, balki yangi string qaytaradi. Qachon ishlatiladi? Foydalanuvchi kiritgan matnni toza formatga saqlashga, input maydonlaridan kelgan matnni qayta ishlashda. Ya'ni odatda bu matnlarni o'sha inputlardan olamiz, input yoki tekstlar yoki shunga o'xshash narsalardan. Ya'ni unga foydalanuvchi har xil formatga matn kiritgan bo'lishi mumkin. O'shani tozalash uchun trim metodidan foydalanamiz. Ya'ni kodni kopiya qilib bu yerga tashlayman. Oddiy text degan bitta o'zgaruvchimiz bor va o'sha salom dunyo degan matn boshida, o'rtasida va oxirida, ya'ni bo'sh joyda ishlab ketilgan, oldin aytganimizdek, o'rtasidagi joyga ta'sir qilmaydi, faqat boshi va oxiridagi. Trim text degan alohida yana bitta o'zgaruvchi yaratilgan va text nomli o'zgaruvchi chaqirib, trim metodi chaqirilgan. Oldingi darslarda aytgandik, metodlar o'zgaruvchi nomidan keyin nuqta qo'yish orqali chaqiriladi. Trim metodi chaqirilgan. Va konsolga trim textni chiqaryapmiz va salom dunyo, ya'ni ushbu ko'rinishda javob qaytishi kerak. Ya'ni javob shu tariqa chiqishi kerak. Va terminalni ochib olamiz. Gittiman. Ya'ni node strings.js faylini ishga tushiramiz. Ya'ni salom dunyo matni chiqyapti. Ya'ni bu yerdagi probellarni o'chirib tashladi. Agar biz trim ishlatmagan taqdirimizda qanday bo'ladi? Trim text o'zgaruvchisini kommentariyaga olaman. Kommentariyaga olingan narsa hech qachon ko'rinmaydi. Ya'ni trim text o'zgaruvchisining mavjud bo'lmaganligi sababli text nomli o'zgaruvchini konsolga chiqaraman. Node string.jsni qayta ishlatamiz. Salom dunyoni boshiga probel joy turibdi. Endi oxiridagisini ko'rsata olmayman, bu to'liq ketaveradi terminalga bu tanlangan joy, lekin boshidagi probel ko'rinyapti. Ya'ni bu yerdagi boshidagi probel xuddi o'shanda ko'rinyapti. Oldingisida yo'q. Ya'ni chunki trim tozalab tashlagandi bu narsani. Oldingi holatiga qaytaramiz kodni. Yana bir marta ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda probel yo'q. Bugungi darsimiz shu edi. Hammaga rahmat.